alaykum do'stlar, sizlar bilan yana o'sha Dostok kanali. Bugun sizlar bilan men Minecraftda bir ikkita sirlarni yana o'ynab ko'rsataman. Bitta Minecraftda ana shu sirni keyin o'ynab ham ko'rsataman-da. Sizlar hozir kirsak video yo'q, kirgan. Mana bular men ana bu yerdan qo'shilsa bo'ladi, ana bu yoqdan. Mana shunga mana do'stlar crafting rejimi mana shunday qilib kiradi. Mana vizer bo'lana bu yoqda. Vardan endi yo'q. Lekin portal bor, end portaliga yo'l ochsangiz bo'ladi. Men hamma narsa silver rejimidaman. Nimani? Hozir kreativ ko'tolamiz. Kreativ. Mana sizlar. Birinchi qiladigan ishimiz bu dengiz yuragini yasaymiz. Dengiz yuragi yaxshi. Mana bunaqa bloklar kerak bo'ladi sizlarga. Eng muhim mana blok. Blok masin dengiz yuragi o'zi. Mana shu narsalar kerak bo'ladi. Sizlarga ko'rsataman hammasini. Lekin suvni ichida bo'lishi kerak. Qarang. Bu yoqqa bunda qo'yamiz. Ko'p hatto bu yoqda manda. Bu Minecraft'ni hech kundan beri o'ynamaganman. Şu video ko'tarilmayapti. Kanalimdagi videolar umuman ko'tarilmayapti. Sizlardan shu videoga 100 ta like beringlar. Hech bo'lmasa. Mana shunday qissalari yo'qga ham. Mana shunday. Ko'rsataman. Hatto ketibdi. Muhim mana bu yoqdan qo'yishim kerak. Videoda agar yaxshigina nima like'lar bo'lsa, men yaxshigina aytgancha endi buni qo'yib mana chiqish kerak. What the fuck? Do'stlar, kechirasizlar. Bitta hatto ketib qolibdi. Kerak edi, lekin hozir esa qaytadan ko'rsataman. Bitta hatto ketibdi hozir.